Qaynona jonim bilan oldilariga shartta borib bir vagon duxum bilan o'g'illarini ustidan jalba qilib, o'g'lingiz meni urdi, so'kdi, tepdi yoki unaqa qildi yoki bunaqa qildi yoki siz meni hurmat qilmadingiz, meni farzand o'rnida ko'rmadingiz, meni chiqishtirmadingiz deb hadeb Instagramni ochib olib video olavermanglar qizlarjonlar. Iltimos, hammani o'zini problemasi o'ziga juda ham yetarli. Instagramda gapirib chiqqaninglar bilan baribir kimdir yaxshi gap yozadi, kimdir negativ gap yozadi. Baribir problemanglar hal bo'lib qolmaydi. Unda ko'rmanga o'xshab shunaqa anti-stress bo'ladigan ishlarni qilinglar uyda. Ko'pirtirib hamma joylarni yuvsanglar, uyinglar ham, qalbinglar ham kristalniy bo'ladi. Unda o'ylab qarasam, har kunim har xil o'tsa ham, lekin 12 gacha bo'lgan vaqtim faqat kuxnyada o'tardi. Stolishnicam ustini suv tushsa, pashiq qo'nsa, sirpanadigan darajada top-toza qilib, artib olib, bitta chuqur nafas olib, orqamga o'g'irlamasam, bu yerda Rossiya bilan Ukrainani urushi bo'lib yotibdi-yu. Posudalarimni yuvib, kuxnyalarimni tozalagunimcha orqamda ikkita qizim bomba tushirish. Yosh bolasi bor, men juda ham yaxshi tushunadi. Raketa tezligida hamma narsani yig'ib olib, prisos qilish boshladim. Prisos qo'ygan paytimda shkafni shart ochib, kichkina qizim chichitsani to'kib yubordi. Uni ham prisos qildim. O'zimga o'zim "Madi tezroq uydan chiqmasang, bu qizlaring hozir точно uyni yoqib yuborishadi" deb tez kiyintirib, yangi uchastkaga ketdik. Yangi uchastkaga kelsak ham bu yerda ham ish qaynab yotibdi. Yomg'irdan qochib do'lga tutildim dedim-de, qo'llarim uchun qadrdon bo'lgan lattalarni olib, changlarni artishni boshladim. Keyin detskiy spalniga kirib, qizlarimni kiyimlarini taxtadek qilib organizerlarga joylab chiqdim. Menga o'xshab hamma narsani shunaqa santimetrgacha ahamiyat beradigan qizlar shu yerdamizlar. Kommentariyaga yozinglar, nega biz bunaqamiz? Ketayotganda qizimni shu kichkinagina xonachasiga ko'zim tushdi. Taxtaravonni turg'izib qo'ydim-da, lattada hamma joy artib, o'zimni ham latam chiqib qoldi. Ishlarim o'qib bo'lib toza havoda o'tirdim, ko'zimga oydek kelib qolgan xo'jayinim kirib keldilar. Allohga shukr qilaman, xo'jayinim hech qachon quruq qo'l bilan kelmaydi. Lekin bugun olib kelgan shu Kaiji firmasini konserva baliqlarini oilaviy iste'mol qilamiz. Juda ham yaxshi ko'ramiz qizlarjonlar. Eshitishim bo'yicha buni ko'pchilik Kaiji deydi, bir xilla Kaya deydi, lekin gap nomida emas, sifatida uncha-muncha konservalarni damini berib yuboradigan mahsulot aynan shu bo'ladi. Upakovkasidan tortib mazasigacha hamma narsa idealniy deb o'ylayman. Hech qanaqa konservantlarsiz, tabiiy toza mahsulot. 100% даже qo'rqmasdan, ikkilanmasdan bolajonlarimizga bemalol bersanglar bo'ladi. Shu darajada turli xillari bor, mazasi bir-biridan o'tadigan darajada shirin. Yegan sari yegili keling. Bu mahsulotni ta'riflashga til ojiz. Lososini o'zini nechidir xili bor. Endi bu xo'jayinim bilan kech bo'lishiga qaramasdan dietamizni damini berib, biqin qilishni boshlaymiz. Hamma narsani bir-biriga mos bo'lsin deb Kayjani o'zini fartuklarini taqib oldim. Tapa tayyor turgan xamirlarimni oldim-da, kurasanlarni qilishni boshladim. Bir tomonda kurasanim pishyapti, bir tomonda salat qildim. Salatimga bo'lsa imенно shu lososni tanladim. O'zi ham mazasi o'p pishib ko'rishadi-yu qizlar. Ichida har xil uvishlar bor, mazasi просто miyalarni portlatib yuboradi. Salatim bilan sendvichlarimiz ham tayyor bo'ldi. Aytgancha bitta narsani aytishimdan chiqib qolibdi. Kayji mahsulotlarini Korzinka, Makro, Magnit, Havas, o'sha ko'chalarni boshidagi, uylarni yonidagi любой magazindan topsanglar bo'ladi. Sizga bo'lsa yoqimli ishtaha bu videoni baliq yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Keyingi resetda ko'rishguncha hammaga xayr.